Biznesmenlar uchun zo'r imkoniyat. Egalari o'zi qilgan rasxodlardan ancha arzoniga tayyor biznesni binosi bilan birga sotuvga qo'yyaptilar. Almos kafesi bu yerda ham mana yozib qo'yilgan, milliy taomlar restorani qilib qo'yilgan. Birinchi qavatda 100 kishini sig'diradi, ikkinchi qavatda ham 100 kishini sig'diradi. Podvalda 5 ta katta kabina, 3-qavatda katta terrasa va alohida o'zini oshxona qismlariga ega. Xohlasangiz oldidan kirib kelasizlar, xohlasangiz mana bu yerdan yon tomondan podvalga kabinaga tushasizlar. Yoki yon tomondan ham alohida kirib chiqadigan xodlari tashkil etib qo'yilgan. Orqa tomonda zapravkasi bor ekan. Ayni damda turgan joyimiz Shofirkon tuman markazi, markaziy bozordan kelaverishda o'ng qo'lda joylashgan. Bu o'zi umumiy 300 metr kvadratga qurilish qilingan ekan. Shundan 290 metr kvadrat podval, birinchi, ikkinchi va 3-qavatlari to'liq 300 metr kvadratdan orqada ограничение bilan birga darvozalar ham o'rnatib qo'yilgan. Orqa darvoza ham mana shunga tegishli. Orqada ham 3 sotiq joyi bor. Umumiy 6 sotiq tashkil etadi va oldidagi mana qaranglar, zanjir bilan o'ralgan joylari bilan birgalikda deyarli 10 sotiqli bino sotuvga qo'yilyapti. Endi 10 sotiqli joyga ega, o'zi 300 kvadratga qurilgan bino. Bu yerda shashlikxonalar tashkil etib qo'yilgan. O'zi birinchi qavatini bitta sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Umumiy mijoz sig'imi deyarli 250 kishi, kamida bitta to'yni bemalol o'tkazsalaringiz bo'ladi. Katta tug'ilgan kun banketlarga bu yerda mana hamma posudalarda sharoitlar qilib qo'yilgan. Xuddi shunaqa mebellar bilan to'ldirib qo'ygan ekanlar, to'liq. Men sizlarga hozir bitta ikkinchi qavatni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda bo'lsa resepsiyonlar qilib qo'yilgan. Ikkinchi qavatga hozir tezda ko'tarilamiz. İkinci qavatimizda o'zgacha stol stullar, Korolevskiy deydi, shunaqaroq. Bu ham 100 kishiga mo'ljallangan, konditsionerlar qilib qo'yilgan, pardalar qilingan, panorama ko'rinishga ega o'zi. Tepalardagi osvesheniyalar juda ham chiroyli holatda. Va alohida ichkarida yana 50 kishidan ortiqroq odam sig'adigan kabinalari bor. Endi 3-qavatdagi terrasasini ham bitta ko'ramiz. Mana shunaqa ko'rinishga ega terrasasi, usti to'liq shifr bilan yopilgan. Buni ham oldini agar yopib olsalaringiz panorama qilib, bu yoqda ham qishda xizmat ko'rsatadigan biron-bir joy tashkil etib qo'ysalaringiz bo'ladi. Shofirkonliklar bo'lsa agar tanishlar o'rtasida tashlab qo'yinglar, biznesmen akalar bo'lsa agar zo'r imkoniyat. Orqa yerini ham men sizlarga tepadan bitta o'zi ko'rsatib o'taman. Mana bu yoqda Shofirkon markaziy bozori, tepadan quyosh botishi ham juda ham zo'r ko'rinar ekan. Ana bu orqadagi mana yer maydoni, zapravkalar. Endi esa sizlarga birinchi qavat, ya'ni podvaldagi kabinalarni ko'rsataman. Yon tomondagi zina orqali podvalga tushadigan bo'lsak, podvalda 5 ta katta kabina tashkil etib qo'ygan ekanlar. O'xtaylar kafel qilingan, dekorlarda chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, kabinalarimizni eng kichigi mana shunaqa ko'rinishda. Shu eng kichigiga ham 8 ta 10 ta odam bemalol sig'adi. Kattarog'iga esa bemalol 20 kishigacha odam sig'dirib bo'lsalaringiz bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Xo'p, bu yoqda zagotovочный joylari bor ekan. Zagotovka qiladigan sexlari. Bu yoqda esa asadxonasi, ya'ni salatxonalari va alohida o'zini kattagina oshxonasiga ham povurlar uchun hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Bir nechta qozonlar hammasi tashkil etib qo'yilgan. Bu yoqdan shunagina oshxonadan shashlikxonaga chiqsa bo'ladi. Shashlikxonaning yonida esa video boshida ko'rsatgan joyimiz. Mana shu bino sotuvga qo'yilyapti. Pastda aniqroq lokatsiyasi bo'ladi. Biznesmen va tadbirkorlarga ulashib qo'yinglar.